ирде. Лиса степной. Лиса степной. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтар, хөрмәтле Тамара Михайловна, хөрмәтле Мирас Хәмзә улы, хөрмәтле коллегалар һәм сарала ҡатнашыусы ҡәҙерле ҡунаҡтар, беҙҙе ҡараусы студенттар. Ошо көндәрҙә Башҡорт дәүләт университеты ғалимдары, филология фәндәре докторы, профессор Мирас Хәмзә улы Иҙелбаев һәм филология фәндәре кандидаты доцент Зәкиә Ғәлимйән ҡыҙы Мырҙағолова тарафынан әҙерләнгән Башҡорт яҙма әҙәбиәте дигән фундаменталь антология донъя күрҙе. Бөгөн беҙ ошо ҡыуаныслы ваҡиға айҡанлы уның исем туйына презентацияһына йыйылдыҡ. Ҡотлау өсөн һүҙҙе, хөрмәтле коллегалар, беҙ Башҡортостан Республикаһы Дәүләт Йыйылышы Ҡоролтайы рәйесе урынбаҫары шашка буйынса 7 тапҡыр донъя чемпионы Тамара Михаил ҡыҙы Танһыҡужина бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле дуҫтар. Ысынлап та бөгөн бик шатмын шундай сарала ҡатнашыуға. Сөнки һәр бер китабында һәр ваҡыт бик эш һалынған, авторларҙың булған күңеле, уларҙың булған фекерләр һәм әлбиттә бөгөн беренсе томы сыҡты. Май айында икенсе томын беҙ көтәбеҙ һәм шундай бик ҙур ваҡиға, әлбиттә бөгөн Башҡорт теленең ҙур фондына үҙенең өлөшөн алыр тип ышанам. Киләһе көннәрҙә һеҙгә яңы ижад-йомоштар, яңы ниндәйҙер ҙур идеялар беҙ Ҡоролтай исеменән һеҙҙе һәр ваҡыт поддерживать итәбеҙ. Ысын күңелдән һеҙҙе ҡотлайбыҙ һәм алдағы көннәрҙә һеҙгә тағы көс, дәрт һәм яңы проекттар. Беҙҙең тулыраҡ өҫтәл форматлы презентация официаль рәүештә барғанға мин әлбиттә теләр инем беҙҙең ғалимдарыбыҙҙан күберәк был сығыштарын итергә һәм үҙемә лә ҡыйынлыраҡ тора. Шунда алда был ҙур эштең презентацияһын алып барырға. Йөкмәткәс алып барам инде һеҙҙең рөхсәт менән. Рәхмәт. Һүҙҙе билдәле булыуынса бындай күләмле, ҙур, яуаплы тәжрибә һәм оҙайлы хеҙмәт талап итә. Бындай хеҙмәтте әлбиттә беҙ һәм уҡыусылар, студенттар, бәлки бөтә беҙҙең йәмғиәт ул күптән көтөп алған хеҙмәттер. Сөнки тигәндә быға тиклем беҙҙең әҙәбиәтебеҙҙә, беҙҙең тарихыбыҙҙа күп осраҡта кириллица материалдарына таянып яҙылды. Беҙҙең Рәсәй тарихы ла «Поезд временных лет», башлап «Русская правда» форматында, унан һуң «Соборное уложение» форматында ғына һәм кириллицала яҙылған тарихи сығанаҡтар менән эш ителеп күп тарихи хеҙмәттәр яҙылды. Был әлбиттә яҡшы, ыңғай күренеш, ләкин ул бөтә тарихты, бөтә әҙәбиәтте ул бер яҡтан ғына яҡтыртылып күрһәтелә. Һәм был эштең инде бик ҙур ыңғай яғы ул әлбиттә беҙҙең быға тиклемгә өйрәнелмәгән, төптән башҡорт теленә тәржемә ителмәгән һәм киң мәғлүмәт саралары аша башҡа уҡыусыларға барып етмәгән материалдарҙың баҫылыуы был әлбиттә ҙур батырлыҡ һәм ҙур эш тип әйтәбеҙ. Һәм был бөгөнгө беҙҙең һүҙебеҙ филология фәндәре докторы, профессор, беҙҙең хөрмәтле Мирас Хәмзә улы Иҙелбаевҡа һәм филология фәндәре кандидаты доцент Зәкиә Ғәлимйән ҡыҙына Мырҙағолова ҙур рәхмәтебеҙҙе әйтәбеҙ һәм
Мирас Хамза улы һеҙгә һүҙ бирәбеҙ. Ҡалай тегенек ярым. Һеҙ нисек теләйһегеҙ? Кәрәкмәгән уңай. Но ең беренсе неме дип әйтергә теләйем. Мин 30 ел самаһы студенттарға мына шу 12-нче буаттың аҙағына тиклем боронға әҙәбиәт оқуларына килдек. Һин дә уҡыған, бергәләп Зәкиә Ғәлимәновна көсәүләп алып барды инде. Шунда мин тоҡҡан ваҡытта нимә итеп? Мин студенттарға алып барған курстарҙа тексттарҙың үҙҙәрен уҡырға ҡуша торғайны. Төрк дәүерләргә. Әлбиттә, үҙебеҙҙең дәүерләрҙе улар уҡыйҙар. Был дәүерҙә улар бик ауырһын ала. Мына мәсәлән, кәм тигәндә, иң тәүге йылдарҙа, кәм тигәндә 5 хәтерләйһегеҙ миңә? 5 китапты, 5 текстты уҡырға генә торғайны. Иң мөһимдәре. Улар бөтәһе йә русса тексты, русса булмағандары бөйөк төрки телендә, бөйөк төрки телендә. Студенттар бөйөк төрки телен аңлай алмайҙар. Интегәләр. Русса һәм уҡыйҙар ҙа, анда әлбиттә ул беҙҙең теге әҙәбиәттең тотош ысын мәғәнәһендәге төшөнә алмайҙар бит инде, ысын барлығын. Шуға күрә беҙҙең шундай теләк бар ине, нисек тә булһа, ошо башҡорт теленә тәржемә итергә. Был яҙмалар күп сыҡылды. Мәсәлән, беҙ экспедициялар йөрөгән ваҡыттарҙа идек. Әле тарих һәм әҙәбиәт институтында экспедициялар йөрөгән ваҡытта халыҡ араһында бына ошо китаптарҙы күп осрашып торғайны. Һәр береһен тиерлек, бына әле ятҡан индергәндәрҙең һәр береһен тиерлек. Улар төрки телендә яҙмала бик һирәктәре баҫмала инде. Халыҡ теленә барып етмәй. Шуны уйлап торғайным инде. Әгәр дә улар беҙҙең ошо нигә килеп етһә, беҙҙең байлығыбыҙ, әҙәбиәт байлығы, дөйөм алған ваҡытта төрки донъяһыдағы беҙҙең саф башҡорттарҙың байлығы иҫ киткес 5-нче быуаттан алып, әлеге дәүергә тиклем. Әгәр дә рус әҙәбиәтенә алып ҡараһаҡ, 6-7 быуатта һуңыраҡ донъя күрә башлай бит инде. Дөйөм төрки әҙәбиәтенә. Беҙҙең алдараҡ. Мына шуларҙы беҙгә халыҡҡа еткерергә кәрәк. Хәҙер бына уйлап ҡараһаң, беҙҙең бына хәҙер бына был китапта эшләгән ваҡытта мин инандым инде. Шул хәтлем беҙҙең әҙәбиәтебеҙ көнсығыш менән ныҡ бәйле булған. Төрки донъяһынан генә түгел. Ғәрәп, фарсы, хатта һинд, Ҡытай һәм башҡа ниләр менән яҡын булған. Шуларҙың традицияларын алған. Шуларҙың тотош теге ҡайһы осраҡтарҙа стилдәрен алған. Шул беҙҙең нигә балаларға, студенттарға барып етмәй. Шуның хәҙерге телгә әйләндергән ваҡытта нәмәне күҙеңдә тоторға тура килде. Ул бернисә тапҡыр донъя күрҙе был текстар беҙҙә. Мәсәлән, башҡорт әҙәбиәте антологияһы. Birinci tomda burada. Birinci tom Başkurt Edebiyatı Antologiyası'nda. 3 tomluqdan. Yok. Başkurt Edebiyatı Antologiyası'nda. 2 tomda. Hem Başkurt Şiiriyet Antologiyası 1 tomda. Şunda dünya kurdular. Lakin onlardan Türkiye dilinde tiginin okunmuyor, buna okunmuyor. Var öğretimler. Kalıp da başka ya. Bu hatta tavsiye batalım. Ortumda. Bir tomda. Şuna göre İң heybeti әлбетте үҙебеҙҙең телдә еткереү тип уйланыҡ та, бына шуның арҡаһында башланған эш инде. Мин шулай дип ҡына әйтәм, әгәр дә һорауҙар булғанға яуап бирәм. Әлегә әйтәм. Был форматты әлбиттә инде түңәрәк өҫтәл форматында бер-беребеҙ шул һорауҙар биреп, был истәлектәрен һөйләү бик яҡшы булыр ине. Һүҙҙе бер һорауҙарығыҙ бармы? Рәхмәт, Мирас Хамза улы. Һүҙҙе беҙ Зәкиә Ғәлимә ҡыҙына бирәбеҙ. Оҙаҡ йылдар буйы. Оҙаҡ йылдар университетта эшләп, студенттар менән эшләүҙә һәм ғилми хеҙмәттәргә бик йылы ине. Шулай был китапҡа индереп ебәреү инеш формаһында түбәндәгеләрҙе әйткеһе килә. Мирас Хамзовичтың әйткәндәренә өҫтәп, был китапты әҙерләгән ваҡытҡа, китапты әҙерләүгә аслында беҙҙең бер нисә йыл үтте һәм
Мен иштенем Мирас Самбовичтың жетекчилиги астында, сенки конкрет тексттер бирди, шуларды этеге кадерге башкорт тилине аударга керек экен, бул текстти кадерге башкорт тилине аударга керек экен. Ул конкрет yüklемелер бирди һәм шул тексттер үстүндә эшләнек. Шуннан соң интелде ягылды борынгы һәм урта булаттар башкорт әдәбияты буенча дәреслек һәм ул дәреслеккә менә безнең күп томлык бар, 6 томлык бар. Оның беренче томын узак еллар файдаландык. Без студент булган вакытта шул беренче томлыкта файдаландык. Ул дәврләр буенча ул дәреслек булып хезмәт итте. Гайса агай Хөсәйновтан язган мәкаләләре буенча, шуның язган мәкаләләре, Зәйтнә Шәрипованың язган мәкаләләре буенча без ана шул төзелгән беренче том башкорт әдәбияты тарихын файдаландык узак кына. Шуннан соң улның дөнья күрүе һәм безнең менә студентларга дәрес биргән вакытта, дәрестән илгә эш биргән вакытта ул китапларның әлбәттә әһәмияте зур булды. Һәм унан тыш, әгәр дә ул дәреслек булган булса, шуннан бар антология бит инде конкрет тексттар кирәк һәм әле шулай ук Мирас Камзаулла әйтте, беренче том антология ул дөнья күрде 1999 елда һәм ул том төзелде Хөсәйнов, профессор Гайса Хөсәйнов һәм Микали Надыркуловтар тарафынан. Һәм улардан тәүге төзегән буларак ошо антологияның шулай ук әһәмияте гаять зур, без уны озак файдаландык. Универсал үскенә бертүк булды, хатта туры биткән сәтиярда файдаландык, сөнки һәр вакыт студентларга без шул томдарда әйтә торган идек. Һәм унан тыш менә әйттеләр инде, безгә яңа китапты эшләүдең мохтаҗлыгы, актуальлеге анык үткер булып сыкты, шул питкен булып сыкты һәм шуның өчен дә түбәндәге эшләр эшләнде. Беренчедән, был антологияга текстларда без аслыкта хәзерге башкорт телендә тәрҗемә иттек, хәзерге башкорт теленә. Сөнки менә академик формалары, антологиялары яки Хөсәйнов менән Надыркулов төзегән йыентыкта онда ике төрки теленең стиле хакланган. Ул бер яктан дөрес, сөнки шул дәвердән теленең үзенчәлеген, стилен белер өчен, яки шул дәвердән рухын белер өчен әлбәттә ул стилде кирәк. Әмма ләкин безнең студентларга яки киң катлам укучылар өчен тап хәзерге башкорт теленә әйләндерелгән антология кирәк ине һәм без аны шул бушлыкты тултыру нияте менән ошо эштә башкарып сыктык. Һәм был антологияның тагыла яңалыклары шулар дип әйтә килә, игътибарыгызды ялп иткем килә. Беренчедән, борынгы Архон Янәсәй Руын язмаһындагы таш язма кумарткаларының текстлары башкорт теленә беренчегә әйләндерелде. Бәлки генә үҙектәр булды, ана беренче том антологияла шул 20 балмадагы дөнья күргән. Әмма бында инде зур гына текстлар индерелгән. Шуннан соң шулай ук әйтәйек, Төркия, Будда дәверенә караган язма кумарткалардан текст шулай ук тәүгә индерелде, башкорт теленә әйләндерелде. Шуннан соң дини йөкмәткеле байтак кына әҫәрҙәр, кызыклы әҫәрҙәр һалып алып индерелде. Әйтәйек, Раббузидан Кысасал Әнбия әҫәренән текстынан үҙектәр һәм Нәһж әл-Фарадистан кызыклы урындар һалып алып индерелде был беренче томга. Булар әлбәттә был томдың икенсе зур яңалыҡтарының берәүһе булып тора. Шунан соң тагыла игътибарҙы ялп иткем килә, бында Диван луғат әт-Төрктән язма шиғри тексттар индерелде. Шунан соң йөкмәткәһенә ҡарағыҙ, иғтибар итерһегеҙ. Ислам телендә йөкмәткеһе буйынса, ана шул 8-нче боронғо дәүер быуаттардан алып 15-нче быуатҡа тиклемге әһәмиәтле тип иҫәпләнгән барлыҡ тексттар индерелергә тырышты. Файдаланыу йәмәғәтселек өсөн был әһәмиәте тағыла нимәлә? Беренсенән безнең студенттар өсөн был хәбәр әйттек бит инде, мотлаҡ үҙебеҙҙең студенттар менән эшләү өсөн кәрәк булды шундай антология тип. Һәм икенсенән барыбер ҙа үҙебеҙҙең боронғо әҙәбиәт менән ҡыҙыҡһынырға тейештәр. Һәм әгәр дә текст рус телендә әйткәндә доступны булмаһа, беҙҙең ул дәүер онотола. Шуға күрә лә боронғо дәүер менән ҡыҙыҡһыныусылар хәҙерге башҡорт телендә был текстар менән таныша ала. Шунан һуң был йыйынтыҡҡа ингән Кәлиле вә Дин менән үҙектәр, уларҙы хатта бәләкәй балаларға әкиәт урынына уҡырға мөмкин. Сөнки ата-әсәләр ул тексттарҙы уҡып, рәхәтләп, ана шул сюжеттар буйынса балаларына әкиәттәр итеп һөйләй ала. Шунан һуң дин, әйтәйек, мосолман дине менән ҡыҙыҡһыныу бөгөнгө көндә бик көслө. Шуға күрә, әйтәйек, Мәхмүт бин Ғәлиҙең Нәһж әл-Фарадис әҫәре хәдистәргә комментарийҙар яҙыу формаһында яҙылған. Шуға күрә лә бөгөнгө көндә дин менән ҡыҙыҡһыныусылар өсөн дә элекке оригинал тексттар хәҙерге башҡорт теленә тәржемә итеп бирелгән. Шуның өсөн был китап кәрәкле дип иҫәпләйем һәм күп йәмәғәтселек
өсімде файдалы болыр деген үмітті қалам. Құдарыңыздың рахмет. Ne kapıydı? Doktor Bey'e gerek oldu. Ben ense tutmayı. Ayı. Bunu bu devlet alıp, onu bir sıvı odana almak. Büyük Türkiye'de oldu. Ayı. Büyük de olan Türkiye halklarının ortak maksat etmektedir. Allah'tan de Türkiye, her bir Türkiye, şu büyük Türkiye'de bulunan her bir Türkiye halkı özünün edebiyatında olmak bitelisiniz. Ana bu Müslümanların alanına, onu da hakkıyla sürekli etilen hatta kalan 12 Şubat alanına tekrar 2. Şubat teşkil edilir. Neyse kalanını almanın sökek 19 Şubat'ta enler asan enler muhteşem ötürülür. Saygın ötürülür. Kongre değil. Fakat bulmaganlar da gelir. Bulmaganlar. Sonra dik dürüst hazır kudde bir Başkurt Devlet Üniversitesi'nin Başkurt Edebiyatı folklori hem medeniyeti kafedra hafızları tarafından başladı. Bu kafedra müdürü, filologiya fenleri doktoru, profesör, Başkurstan Respublika Fenler Akademiyası ağza korrespondenti Liniyetullah Safiullah ulu Hunafin hazırlar. Biz endi ömür boyu basıp Oturup güle. Oturup yaray buna fırsattan faydalanıp hürmetli kollegalar kafedra ağzalarla bunda ultra bir nemege basın yapıp ettim kile. Buna Ali Tamara Mikhailovna ultra nisekine bulmağın barıdır Valas ahli, Valasin dul. Buna uşunan sığıp. Buna uşu iş. Ali meni eterdi tağı bir uyga. Uyga tuğul ben uylayıp öyle. Bizden 17. yılga teklimge kul yazma hem basma edebi miraslarımızın mümkün teklim tulu bulgan tomların barlıkka keltirek gerek. Былтыр bir tapkır ben ul boyunca elekten tılıp karalık ben Fenler Akademiyasında akademik sekreter olup işlegen vakitte kızgınlıkka karşı eligile bayağı ne işley bilesin, biz onu yaxşı anlayıbız. Kahibirde medeniyet kötüp durur tüp tasdındırabız. Buna finans gerekliginde biz yaxşı anlayıbız, anlamayan kişiler tügül. Şuluk vakitte her yemgiyette eyde halık sarık etkende EPK mutlak gerek. EPK bir nemele yok, iktisat. Ama ikinci kanatıla gerek bit. Yani ruhiyat, medeniyeti tegi inakda Rus talep ettik, zagrimiti türlü var. Bu eligi situasiyalar ederek hiddetip takıldı. Neytiklim halıktın kongül dünyahı, neytiklim onun ruhu dünyahı, onun tamirdarın anlağı. Udinin bitte mühim atamirlar uşularda yatar. Evlar kurayı başlaha, bugün biri işleyecek udinin tarihini, Ukrayna kıskıra bil, en burun motivi скажем bil. Ertege ikincisi udinin uşlaytıp tarihini işley başlayasak. Fakты, документы упрямая вешвитinde. Bana oşuran çıkıp karaganda yardım etişip yeberhegi bet kilesekte bulgan kösteribet şükür var. Tarih Dil Edebiyat İnstitut'ta bek köslü kadrlar. Beden kafedralar bek köslü kadrlar. Kilesekte bir tomluk, iki tomluk kına tügül. Isın mağanahında 20-25 tomluk 20-25 tomluk eyberleri de sığarıp koyga gerek. Kerteler alırga gerek. Hayda kertelengen deyler bir talıkta. Aşul kertelengen orunga adak kahebirde inip gitti öyle alır bula. Bunun sağı metalları var. Udededen gelkele. Sovet osarında SSR'dagi beleki athanlı halkların 5 tomluk 17 yılga teklim edebiyat tarihin yadıl turahında karar çıkarıldı. Hem şunu nıklap tutunduk institutta, imli dinde, gor kesimindeki. Tutunduk, biz yazdık ödemedi yaktan.
Ana şunda gitti bəhəslər. Bəhəsləşə, bıdığı miniketi, hüdümdələ бұл тырышып yazған 5 tomluk Allah Ekber buldular koydu. Vakit bitti, zaman özgerdi, sistema özgerdi, bitti, yatıp kaldı. Bana şunun için, o şunday nemelerde, her nemeni öz vakitinde işlegende heybetirek bulayın olur. Öz vakitinde hem değişinse, profanasya menen tugul, şayarıp tugul, buna dokumental faktologiya. Kim? Salavat Yulayev'tıqı. Memleketi Salavat Yulayev'tың tili Tatar tili deb yazıp doktorluk yapılып atıyorlar. Бұл деп хелзе біліп қойған бұл тәхәлдерді. Башқұртқа құрайдарының келіп кетудерін энциклопедияларға бүгін енді қазір башқұрт аттары бұна шулай айтып кетесек. Ысқындыра бархақ. Бұна ұшы яқтан. Бұл іштер турасында сөз барғанда біздің татар коллегалар көпке біздің алда бара, яшірмейді. Көпке алда бара, олар көп ішлейдер. Көп ішлейдер, фән докторларла 17 сыйлыға текіліп, әлі 1 минут итетлеп отырған, әлі 11-ге барып еді, әбедекілер араздыра япшы, бұна отырады бір несе күші. Хәп, олар алады. Әдәбият ғилімі, әлі бұна тіл турасында әдеттігі. Bir vakit til tibid de var. Tilden ergen her vakit edebiyat var. Til hem edebiyat tibidge hülerge bilenirge karakterinde buna da mıtlab ettiğine. Bu kabaranganda til tibid de koyamadı. Buna bu tilgine tugel, bu ruhiyat, bu kültüra, medeniyet hem edebiyat. Buna o şunlarga ihtibar ettiği. Artavan, bu bir tezis oldu. İkincisi, buna бұл іште ішлеп, әлігілі баяғы әлірек тарихталап төсір болып, заманында болды шүкір келебеттік ұшығыла. Мен университетке келген уақытта, әліп таяқ юқсатта, йыла-йыла, йонсой бірінші программаларды төлеп, өйден оқытып берген болдым. Революционный әдебиетті. Ona şu an Miras Hamzeş müeyyittara başta fini okuttuk, indi ol vakittlar oladı. Okuttuk. Ondan sonra Miras Hamzeş şükür keldi. Hep o artaban urta boğatlar edebiyatını alıp gitti. Programmalarım tödük ödünse sonda derslikler, yadgılagan bulup yonsa bulturan vakitler көп buldu. Şükür bugün Başkurt edebiyatı tarihinin 7 tomlığına var. 7 tomlığı yazıldı. Kelesekte higidin sotomula kitir. Çünkü 21. Bu atı hadir sıktık. Yanı epokaga, yanı dövrge. Buna bunlar. Hem buna şu proseste Әлемен вузда университетіне 40 yıldan artık 40 yıl vakit ötken. Oşularda әлі көруге. Oşu nemelerge 40 yıl öde bir yigittin ömrü. Nihayet. Bu mana tugul Miras Hamzeş ödele aytты. Tatar kollegalarında antologiyaları sıktı. Bizdekiler de sığardı, antologiya şiiriyat, bu attar, tavuştukal bu, tom sıktı. Şundan bugünde urta bu attar boyunca birinci toma sıktı, 19. bu at boyunca ikinci toma sıktı. Bu hizmetten ayırmağın imele. Öngay, bir de meslihat gerekliydi. İş var şunda. Tegi basmalarda antologiya etip etil hele ular mümkün teklip katılgan varyantlarda oldu. Katırga kerak idi. Bana bunda bu katırga kerak bir bulha. Bu ısrakta, bu antologiyabızda Miras Hamzeş Hamzeke'nin yanında işlegen antologiyala mümkün teklip potansiyel faydalanı mümkün bulganda. Hem Kengaytı yosağında zor işler başkarılgan. Men özüm bilgez, әліге kim aşağıdan bilmedi duragan biledi. Şunan sığıp bilgenden sığıp aytamen, bana bir uha ikinci momenta. Bana bu iştin en yaxşı yağı şunda. Keng halik massana. Bugünkü Başkurt yazma edebi dilinde
yetkiriu. Buna oşu anlayışlı bulhan. Büttehenele. Teginde yurt alıp verirse hele, sportsmenala, onda yol alıp verirse hele, buluna alha, studentala, başka uyda bala terbiyelep ultırgan eseyle tutular, tınıs etip ukay tanışı ala. Buna onun garip, grafikte hala gerekmey, bu bir buha garip dilindeki bilip ultırı gerekmey, Farsı çünkü ul çaganakların köpkene ölüşü saf garip dilinde. Hem kayheberleri saf Farsı dilinde icat edilgenler. Bunun için ul tillerdiler bilirge gerek. Eytkende kayheberde buna eyteye Harizmi'nin Farsı dilinde yine ul şagir köp hatlarının 52 gün üsün Farsı dilinde yazıp taşlagan. Üsün yanlış mı? Ona onlar buna bu sırakta tercüme edilmegeninde, indirilmegen, ona şu sebebiyle barbetinde Farsı dilinde bilü gerek bulup sağa. Garip dilinde bilü gerek. İlki Türkü dili degeni bir asalı balasımak bitinde Farsı garip dillerinden sıvarlanıp bitken ilki yazma edebi dil. Bu da bizim studentlarımızga Kaf dağlarına, Kafkas dağlarına degende urlarga minirge gerek bulgan hımak bek ağır işini. Buna oşu işte at kargıp sağarganlar özün bek de zor rahmet. Hazır studentlarımız tıp-tınıs etip bizde talabı. Yok indi hürmetli kim sen oşunu okuyun. Sen özleştirin dost. Ey ağay, gıniyat sapyoluşya bulma, mirasa düşmüyor, ağır bit, anlaşılmay bit, yartı bitti, ödeyden, hüzlükten tura bit. Şulaytıp ultırmayın, kadar yok okuyun, özleştirin. Bitti. Çünkü edebiyat hürmetli kalligalar, öyle bilip durahat, bit, gürenehez yurt, taşsız yurt alınmagan humak, eserhez dedemele yok. Yok ya, ana şu eserlerde özleştirin. Bana sonun üçün bu işte başkargan ipteşlerimizge, kollegalarımızga, miras hamzibişke, Zeki Galipcanım'a, rahmetten başka hüd yok. Rahmet bunu okuyan kişilerde, ruhiyatı, halkımızın ruhiyatı bilen kızıkıngan kişilerde rahmet eytireli. Elige benim hüdüm şol. Filologiya fənləri doktoru, tarix, dil həm ədəbiyyat institutunun folkloristika bölümü müdiri Gülnur tarix, dil həm ədəbiyyat institutu xidmətkəri Rəşid İmanioğlu Akbartovlar. Sanatlar, antologiyalar, bайтақ хезмәт эше күренә текстологик планда, мен көпчелек рәвештә гарәп, фарсы телләрен үзләштереп, уларны тәрҗемә итү эше ул мәгънәдә зур эш булып тора. Шуны әйтермен һәм гомумән алганда бында антологиянең мөһимлеге нимәдә гыйбарәт? Ул башкорт әдәбиятының борынгы төрки әдәбияты менән bir planda үсешенең bir дәвр осырында мына борынгы төрки каганатын әдәбияты менән bir тигез үсеш дәврен сагылдыра һәм студентлар ошо антологиялар аша борынгы башкорт әдәбиятының борынгы төрки әдәбияты менән bir тигез үсешен сагылышын күрә алуда. Шуны әйтермен һәм санап та монда Архонинisi yazmaları, runik yazmaları. Көпчілік бізде Башқұртстанда өкінішке қарсы руник yazmalar табылма. Андегенде таштарына, ташлы ауылында Әлшәй районының руник нилер табылуы билдәле. Асқын районында һәм көпчілік біздегі уларның оқу алмауынан айырыла инде. Осында ошо дәүрдән алып руник Архонинisi yazmalarını alıp hem İslam dinine saklı kилеп гарәп графикасында язылган әдәбияттың
bir bulup үсешен ошо антологиялар күрсәтеп тора инде һәм бу үзенең башкорт теленә әйләндерү менән отышлы дип әйтер идем. Рәхмәт. Рәшит Иманлыулы Актабар Башкорт дәүләт университетының башкорт әдәбияты фәннәре һәм мәдәнияте кафедрасы укытучылары, әдәбият юристлары, филология фәннәре докторы, профессор Шира Нигъмәт кызы Гәрәева. Biz bu kitapты қолыбызға алуыбызға бик шатбыз. Бұл kitapты дөньяға сығару өчен бик көп көч салынган. Мирас Хамза улының бұл осыр буенча төп белгес булуы беркемдә лә бәхәс уятмай һәм уның шулай ук Зәкия Галим янына оҙаҡ йылдар эшләй. Бұл галимдарҙың бұл kitapты сығарыуы безнең әдәбиятыбызның бик борынгы дәүрләрдән алып үсешкән икәнлеген күрһәтә, безнең рухи тамырҙарыбыҙҙың бик тәрәндә ятыуын күрһәтә, безнең теге 1917 йылдан ғына әдәбияты булған молода письменный литератураларның берһе икәнлегебеҙҙе күп тылҡынылар. Һуңғы йылдарҙа Ғайса Хөсәйенов етәкселегендә бик күп эштәр башҡарылды. Был фекерҙең дөрөҫ түгел икәнлеген инҡар итеүҙә, әлбиттә, безнең атаҡлы яҙыусыларыбыҙҙың береһе дәүләт эшмәкәре Абзал Таһировтың 1934 йылдағы һөйләгән пленумдағы СССР яҙыусыларының пленумында һөйләгәненән башланып китте инде был. Башҡорт әҙәбиәте 1917 йылда тыуҙы һәм совет осоронда формалашты дигән фекер булды һәм шул фекер оҙаҡ йылдар дауам итте. Был фекерҙе инҡар итеү, дөйөм киң таралған фекерҙе инҡар итеү ауыр ине. Шул эште эшләүҙә Әхмәт Харисовты телгә алырға кәрәк, Ғайса Хөсәйеновты, Тарих тел әҙәбиәт институтындағы бер төркөм галимдарҙы, улар Мирас Хамзовичта, Хәньяз Сафиулловичта шул Тарих тел әҙәбиәт институтында аспирантура үтеп, фәнгә ингән һәм боронғо тамырҙарҙы юллаған галимдар. Һәм мин тағы әйтергә теләйем, был китап безнең өсөн бик ҡәҙерле, әммә киләһе йылдарҙа был китаптың ҡәҙере, баһаһы, ҡиммәте тағы ла артасаҡ тип уйлайым. Тик филология йүнәлешендәге студенттар өсөн генә түгел, безнең әҙәбиәттең тамырҙары хаҡында минең үҙемә шәхсән һорауҙар биргән осраҡтар бар. Төрлө һөнәр эйәләре, төрлө социаль ҡатлам вәкилдәре. Шуға күрә был китап тиҙ арала уҡыусылар ҡулына барып етер. Был китаптың ошондай бик матур тышы ниндәй шәп, эсе ниндәй ап-аҡ ҡағыҙға шул тиклем матур итеп баҫтырылған, сөнки беҙҙең хәл-әхүәлдәр бик маҡтанырлыҡ түгел. Һары ғына ҡағыҙға, йоҡаҡ ҡына ҡағыҙға, йоҡаҡ ҡына тышлы итеп китаптар сығарырға мәжбүрбеҙ һәм улар тиҙ арала ыуылып, йыртылып, ҡойолоп бөтәләр. Бына ошондай хәлдә килеп сығыуы өсөн Мирас Хамзовичтың улы Артур Мирас улына ҙур рәхмәт. Бик матур, молодец, афарин. Был китапты сығарыу өсөн бик күп сығымдар талап ителә. Нәмәһен әйтергә итәм, рухи хазиналарыбыҙҙы юғалып ҡалыуҙан ҡотҡарыу өсөн галимдар күп эш эшләй, әммә шуны финанс яғынан нығытыу кәрәк. Финанс яғы галимдарҙың маҡтанырлыҡ түгел бит инде. Шуға күрә ҙур рәхмәт һеҙгә, Артур Мирасович. Рәхмәт. Өҫтәүенә аҡ ҡағыҙына түгел, уҡырлык кегеле бит. Уҡырлык, ваҡ ҡына түгел, ҙур хәрефтәр менән. İkinci türlü formatta var yine. Kalınlara, diğerleri bunun kalınlara, lakin
Хәрефтәге ваграк материаллар. Шуңа күрә. Yok, şu kadar kumaylı, kim okuhala, olu kişi okuhala, yaş kişi okuhala. Bulak kabik matur. Hem bulak da bizim kim ekanligimizni tanıta turgan ruhiy qiymat bitinde, xazina ısınma. Şu katedrada Rom Efendileri kandidatı İrşad Kamil'in yapma tertipli bir kıvanık tarafı başka türlü birleşip araştırmış. Şolay benim kafedra hocaları şolay. Kaderli birde temaşalar, söyledikler. Bitti. Bu hizmetin kadar olduğu hakkında ben haberdarıydım. Çünkü ben kafedrada işledim. Miras Hamzaoğlu, Zakriya Taniyel tabımından yapımsa Osmanlı'yla min döşme hizmetin kilap sığasağım. Ama şolay buluğa qaramaktan tap bugün onun kilap sığığı kötülmegen sala bulup gitti. Abulay nıt elbette şartlar çünkü bunday kitta hizmetlerin dünya görüyor bildirim barbar şu ülke Türkiye'de eğer sokulan kişi bunlara şu materyallardan makaleler kitapta sıradan kişi olarak aytaminde estimediğim ağırken anlayıp hem bizim kafedralar şunday bilgisayardan bulup bizge elbette bir mertebe bana aytıp bitirerek gerek. Ama yine sevuz etti. 40 yıllar deneyiminde ıslah da bana eğer de 6 tomluk başka edebiyat tarihini alıp qarasa, bunun birinci tomu o Türkiye edebiyatları, Türkiye başka edebiyatları tarihi klasifikasya işlengen unsurlar ayı. En barın unsurlardan da düğüm dönemde formatla başlanıp gitti. Ortak düğüm Türkiye kumartılar turunda başlanıp gitti. Hem digirde bir o Nazır Başkurt edebiyatı kumartılarına şu 11-ci, 13-ci boğutlara qaragan Bolgar usuru kumartılarından tanışa başlaydı edebiyatında. Ondan terendirek yatkan patlam aslında birge artık bildirip tügül hem terendirek itip indirge batırsızlık etmey turgan buldu. Ama bu kitapta göre bu 5-ci boğuttan alıp Hasanlar bir olursa Türkiye dilinde birleşken soluk onda başka medeniyetlerge münasebetli ortak şimdi kumartılar turasında uygulattılar. Bu elbette benim edebiyat tarihi üstün yanı aybertibetlerge anlatılır itaminde. Her halde nasıl konseptüel edebiyat tarihinin tereneytinde başka edebi mirasın tereneytinde bu hizmetin rolü elbette bu. Şunun nimetin kila bal kurak elbette Antalya Yoldaşı'nda o Hristiyaniyet ibundaydı. Hristiyaniyet strukturuna yaraşlaşına kendinde. Nasıl benzetem başka durdurumda konusunda sattı şular bilen beylekte ikende. Şuna bu tekstlerde ilmi yaptan nagıta turgan paralel birine turgan mümkünlikler haberlik hakildi. Mesela benzetemde kurak teoriya bitirdi hem edebi proses yaptırdılar. Ama bu konkret insanlardan nagıtırgan mümkün. Kimler tenay tekşirilmesiler olsun transparentlarına değil. Kim kadıkana şu usulüne o haligi birge bildirim olan tomluklardı Arap bildirimine alimlerden şu Miras Hamzaoğlu'nun Aşraf Hüseyin'den başka bir kupterden hizmetlerinden tereneytip tağla yanlıklar fenge indiren alan. Buna haligine bir studentlerin, aspirantların, magistrantların ilmi ameli konferansiyanda bulup geldi. O Yaşar'ın batırın tugul studentlarga bir kubrak ular alıp barıp sığırday, sığanaklar bulgan temalar birge tırışalar. Kadirki edebiyatga yakınırak bulgandık. Ama bu materyal kadarıyla men uylaptırım 2 tomluk hadi gerek bitin bu. Gelecekte bir köp makaleler yazılır gibi şuluk studentlar tarafından da, yaşlı kişiler tarafından da gerek buna bu usul hem bunayla bilgiler olmayan liderler, bilgiler var. Ve sufisılık talimlerine ilgili kalıcılar turanda kıssalar, bir bir blok bitinde o başka
Yayınlıklarda artık program yok. Belki ben yanlışlandım. Şöyle de bu. Benim için her türlü yanlılık bitiydi o. Buna Mahmuz bin Zali'den neden başkalarının hizmetleri. Şu an buraya bu fin katılan edebiyat bilen kızıkçılıklar için heybet bulan diye bileyim. Bir oda yıllar buraya olarak o bir hizmet edecek. Rahmet after'da rahmet. Motor bulan. Бұл экологияға кірген сығанақтар негізделген кітапхана фондындағы қорғана. Олардан бір үліші көрсетілген фондында олар өзге мүмкін. Сол туралы бірге олар біздің мағлұматты қолданбалар һәм дерек кітаптар бөлігіндегі затсы филология фәндері кандидаты Флюк Шарифулла Василатов. Xayrlı gün hürmetli Tamar Mихайловна, xayrlı gün öyle katnaşılsılar. Aslında buna Minnegal yaşayıp bitkense, bundağı şu antologiyalı paylanılan sığınaklardan doğru ölüşü bugün günde bölümüne sağlaştırdı. Hem buna hoşunda bulgan sığınaklar, hem de buna fonda bulgan materiallar negedinde şunu fikir ettirgen mümkün. Aslında bizde tekstologiya ülkesinde buna sıkı şartlar etkisi işleyen kişiler bir kirek. Bu sınıfta bir yaktan cevaplıla, ikinci yaktan Rus etkente neblagodarlık tutmamak. Çünkü çok vakit geçti otura, lakin o bunlarken kara eşkine. Adam ikincileri yine şu eser negedinde dağılamına verfilat olarak dağılam üstüre bittiğini, bulemlere. Yani şu eşliğin negedi tekstologiyalı otura. Buna bizim fondlarda, Mithat Şakirov boyunca, Mithat Şakirov Zaki Şakir boyunca ötkərləyən tüngərə kütlərdə başqa konferensiyalarda bizdə Kurhətəbə bir iklim bayit kitaplar saxlanğanı. Şu məsələn 20-30 yıllarda, hatta bizdən 100 yıl qına ötkərlikdə. Lakin onların avtorlarının turağındalı bizdə sahiblər turağında məlumat yox. Kitaplarını alimlər də bilməyir. Şu vaxtda məsələn onda bitən Başqort dilən Rus məktəblərində oxuduğu üçün şunday yuqarı kiməldə işlənilən metodik xidmətlər var. Aslında bugün gündə aktual olan lakin tekşirünsler onlarda bilmeydi, alimler bilmeydi. Bunda bir gerekçede sizlerge karata etindi. Elbette kilginde aslında işler var. Buna bu hizmette etkenler de başka yazma edebiyatı, antologiya, nedeytüslerden, elbette bizim Rusya Federasyası yaşayan Türkiye halklarda bugün günde 2 tomluk hoşunda yazma edebiyat antologiyası kanı yok. Ayrım kitaplar var, hizmetler var, yenilikler var. Lakin birlikte toplap sistematik ravişte anda 5. boğattan alıp 19. 20. boğat başlarına tiktirip etilgen hizmetler yok. Bunda bunun dağlar bir ikincisi ödün səlege hem mühimligi loik doğum röşündekili. Çünkü nidegine durmuş dayan alma. Bunun nigide var. Hem o yaylaq buna üstüne Rusetken Naslayev setletkiler etindi. Bunda 5. boğatta bulan edebi miras, hem edebi tradisiyalar, 7. 9. 11. 13. 14. hem onların artılan bugünkü sonra keltirip yalgamamı görhedi. Hem onlar buna bugünkü Başkort edebiyatının nigidlerinin nindey buluğu, hem nindey düzde buluğu asıl görhedi. Hem buna hizmetten tür Ödün səlegi hem bahaha şuğa qayda alalar deyip uylayım. Qısqas etib getkende buna şul edi. Buna bugün günde proqramına qoyulan kitaplar, bunların bir günə ölüşü. Bunda bizim büyük yazıçılarının da, bugün orta boğatlarda icad etilgen alimlerinin hem yazıçılarının eserleri, Arap, Farsı hem İzki Türk dilinde basıp sıqqanlar. Bunlardan Kubu hetigeyi bir ölüşü ilmiyelişke kiritilgen, qalğanları əli ilmiyelişke kiritilgen horay, devam etti. Hem buna bu iş kelip sıktıyken, arkamında tağla kimdir dertlenip, tağla eldenizler alıp gittiği mümkün. Hem Gülferi Matyalı tepkitti bittiğinde, galimlerden yeşi yadı, odaylıklardan bunu bastırıp sıkarı, ikincisi kişilerden hizmet edip, hem buna bu sırada Artur Miras olduğunu sınıfta zor batırdığı teyiteyip bitken, hem bu işte anlap alıp varı, bugün günde sponsorlar tabi koyun, hem kilesekte de, mesela bizim millette de, o şu 20 Şubat başı, 17 yılda iklim göbeğden mesajlar bulan, şu tradisiyalara devam edip,
язылған хезмәтләрді бастырып сығарлық меценаттары булһын дип әйтергә кәрәктер. Чөнки мәсәлән бер генә мисал әйткәндә, Габдулла Тукай ул бөек шагыйрь була алмас иде, әгәр дә шул меценаттар булмаһа. Ул язылмаган әсәрләре өчен уга гонорар түләгәндә бит инде. Һәм күпмелек көтеп торгандан соң әсәрләр басылып сыккан. Һәм менә безнең аралала башкорт мөхитендә дә шундый меценаттар күбрәк булган ине дигән фикердә торып кала. Бәлки барысын рәхмәт. Hürmetli dostlar, hadi şu kitapta neşr etülse, etüler, ülüştürülgen, bunun sponsoru, bildileri yapıya işmekere, Abdul Kirasulu Gülbay Kabiller. Taqlab kitapqa hammaga, hurmatli yemagat, hammaga, Tamara Mikhaylовна. Men belki saqtan o'zim de galim olara xayrlana turgaydım. Hatta aspiranturaga qurgan keyin әнле qiziqqanam ilmiy ishlarda qurgan dediler tekshiruvlar yahayim o'zimsa ammo ilmiy ish bo'yicha barıga nasib bo'lmadi endi. Шул вакытта qiziqqanu da игътибарда менин turib qolgandir deb o'ylayman. Atayim bilan o'sha ishni olib borgan saqda ul har vaqt so'rashib bordim, har vaqt qiziqqanib bordim. Shu xatim zo'r aqlga ega bo'lуына әллә уxlanib бит алмайым һәм yakun bo'ldi shekilli o'zim taqdim etdim. Eda nashr ettirga o'zim yordam etaman deb 2 tomunda shuni harakatlanmay Iroqda turdi. Tipografiyaga borib lekansi tay boshlanmani shekilli Şahın tipografiyadan sıqqas kitaplarını o'zim olib pinchilab borib ko'rdim endi. Meningcha Atay bo'lgan shunday to'g'ri, bu sinfda antologiyaning hikmatini men yaxshi anglayman. Ham nindidir sabablar bo'yicha siqmay qolha, boshqurt xalq uchunda boshqurt qilimi uchunda bir zo'r yo'g'altib bo'lar deb o'ylayman. Shunga ular o'zimning ko'zimni uni sig'aruga, nitib tezroq sig'aruga indirga tirishdim. Naшу Ulu miratımızda haklap kalında bu ürüş indiklerine düşünün. Kadar etmişler, muhtar, Tamara, şunun bilen yönki saranıdır tamamda yakınlaştırarak devlet yanına birleşimde sizge mümkün ve buha bir düzenler kararışı şunu kılgın odalarında biri aktarlarda demek olarak takdim edilen. Hem şu vakitte ben İngilizce kararımda sizin en kısa iman saray gelge kuralım var idi. Elbette tercüme ettim. Hem müddetmişler bu cevaplayış, değil cevaplayış. Çünkü diyende devlet menaklı mesela Batır'da tercüme etkenler yandan batının batır çıktılar. Hem bunda içine hayvatta tola kilmegen, yagana her üzgergen, formala bulgan yerleri, ahlaklı yerleri bir köküne. Şunun için tarihi, bulunduğu bu yapmalarda bunların tercüme etip, öyle başka kelmeler tübül, başka tillerle tercüme ettiler. Bu sınavda büyük cevaplı iş. Ve şunday vakitte ahir asıklıklar indirildi, edilenirge edilende şunday usul dilleri buldu mu o hizmetlerde? Elbette. Oral vatarak girende bu asma bilgi var mı? Resale yapıldı.
Mekanda şolay yok abi. O tekstine eşitlen. Yine mesela ilk tövbe eşitliğe tura gitti. İnstitutta işe başlayan vakitte Batışlan'ın hatın garip yapmanlardı. Aysanay şu yapmana el getirdiği yapmana gösteri gelmiyor. O şey koydu. O iskatın bir ne? Başka sayılandı. Onları yapmakla transkripsiyonlar bu. Garip yapmakla başka karakterler. Biri sayılandı. Oturda durayım bir müşkül otururken bu vakit oturdum. Şunda Nodonda var mı? O tege Türkiye yapmakla. Doktora başka sayılanları bulmuyor. O gerekmeydi. Mesela koyuyorum. Şu an Allah'tan başka koyuyor. Sahabe etinde başka sayılanları olur. Ben de bilmiyorum. Allah'tan bana niye başka sayılanları buraya gidiyor? Edebe gelmez. O kitap saktı mı? Batışlan'ın hatı. Yanlışman hatı yok. Ben bakmazsın. Ne o indi demek karakterli Türkiye dilinde. Anı bir kendi tegelinde bir soru oturup niye eğlendirmeye şunu hemen her bir teksti bir terinde bana bir kere size gelen kanalda edile getiriyor. Buna kalıp şişiren vakit kalıp yapay bir mesela eğlendirmeye kalıp uydu bilgenleri mesela garip yaptık aslında bir de böyle kafamda bir Biliyorsun çoğu içeriklerinde. O kadar hem olmamışmaktan ki neşriyette içeri başlandı dedim ki lider, karakterler, olaylar için uydurulduk diye yarılan tutular. Ben anlayın. Bunlar ama demek fokus almaya gerekiyor. Kongres dediler şeyler böyle bir de kısa. Herhalde yok bana alemin Şarif Uluğuş'tan aytkanına kuvvet edip, aslında da tekstologiya degen fen tarmağı bik setrekli, bik baştın da buluğun. Ultırga gafuteneminde arttın da buluğun talap etken fen tarmağı. Yet ketkes tüdemlikte talap ete, punktu varlıkta talap ete olun. Buna kül tartı tuğul. Zamanında hadri vakit yarayla kompüter teknologiyaları tegenemelerde faydalanırga mümkünlük var. Asıp studentlar dediğinen itala hüdlükte karayala yaray. Bari bir hüdlükte karayala oluruz, ilgisiz başkalar. İlki Türkiye degen yazma tilidir. Diye kurtaktı Türkiye halkları için. Altın orada, oğa tekniğe devirden ortak kısmını yazıp, Latin bulgan değil mi? Buna o şekilde, buna bir tercüme edip eytedim. Men sakkana tercüme edip eytmekinin algar otup edirge, uyudum sakkana tüvenlik. O anlayıp, küp gene birge sonu anlayıp. Ben anlarga tırışam, anlayalım. Bir hediri ki, edebi yazma başkırt diline turundan turu tercüme edip oturmayalım, algar. Kayber vakitlerde direkt hüdlük işi edilken vakitte rifmariyeti barlata kilitirirsin işleyinde. Bunu hindi sanatta edilmede talep eder. При hükümet kihine bir navridi ни в коем случае заян келтіре көрмәді. Бұны ошамайнықтар. Сөнке рифма деген немелер бар. Системаны бұдырата ярамай. Автордың fikir dünyası, onun hudurstoğlu fikirler isyaran бұдырата ярамай. Бұны ошы tekstologiya деген fen oşı nemelerin bütühünde turmuşqa aşırıp sığa teyir. Kızganızga karşı bir de unday maksus belgesler edirlenmeydi. Unday bir kurs okutabı. Основы tekstologiya деген orası bizim kafedra alıp barakta. Ama ol eli tekstologiyanın bütün niskeliklerini asıp birer degen evir yoktu. Oşa yönelişte eli bir belgesler. Bari bir mesekkene bulmağın kübede asılda ona şu dünyaya batıp üç allı tekstologlar bulup gitken kişiler.
әлі білді ısın mağananda, mesela min de ödemde ısın mağananda tekstolog деп айта алмаймын. Нет, yok. Onun için yine moral da hukumu hem başkalarıyla bulurlar değiş. Bana o kendi tarmağının ne tekten ağırlığına bir gene metal. Sen yaxşı bilen köpü Semsettin Zekili Sufi şairlik 19. boğattın birincisi yaptı. Ya tabıldı defteri yarar. Şu defterde altı tombatı yazan vakit. Kadirge onlara gerek. İlki Türkçeden İstavne Semsettin Zeki köp gene şiirlerin Farsça tilinde yazıp taşlagan iken ali. Sokunu bultara turgaz. Buna bir defterde kırklagan şiir bete onda. Durmuşka şunun hazırge edebi tilibizge avdarı için mesela benim özümde higir ay vaktim gitti. 40 şiirde oku için böyle günde student kaya bulmak kişiye ise saat. Nu eyde yalqavha bir gün okuhan. Bunda higir ay. Bana tekstologiya nemizken. Şunun için bunday işlerden kadirin uşunda görünüyor. Anlığam kişisin. Baya men qorabuşqa aytmam. Aşağam bilmey, durağam bile. Şunun için biz uşunda yönelişte iş alıp bargan kadrların bätin kadirin bilirge tiyişmiz. Bana uşunda unuturga yaramaydı. Onday belgesler uran boyunda tegerep yatmaydı. Kankalarına gerek, bunda yana derin koyun. Bildiğin neşri, burundan da kitap neşriyeti. İlk paragraf kitap neşriyeti. Özellikle bunda hizmetlerine iktisat gözükmüyor. Mesela kazan bilen saklıktan bakımda da 20 bu var. Kazandan mesela bunun şu evi bunda internet bilmegenler ama hani bu internet. Ayrı kitaplara bakırsınlar. Şöyle, Seyf Sarayı, Tarihi, Mevlütler Türkçe dilinde. Türkçe dilinde Muhammed Yaray'ın ayrı bir kitap. Neden başla? Kurul devletler başla belki devletleri. Diye değil mi gider? Atın yazmalar. Buranın olan iyi de bunu olsun matematik mühendis baktıranlar. Sonra da nereye yine kitabın alıp var para mı diye geliyor. Toplar falan bilmiyorum. Gerek mi? Mesela hatta salavat olay ettiğinde Tuğlu yayın tanıt etmeyin 72. yılda eline birge, dokumentlarından birge Başkurt dilinde deyler. 14 yıl boyunca neşir etti. 94 yılda yürüyü vakitte sağ Sakıt tuttu. Buna şunday rezil kadar sağa aşağı alıştı. Bu rahmet Fotoğraf. garip bir fotoğraf şey. Tekinde şey. Автограф. Teşekkür ederim. Bak, tamam. Tek kişi yaptı yine.